Uyghur muhacirlar delegatsiyasının muhimligi to'g'risida. Vatanimiz Komünist Xitoy davlatining mustamlikasiga aylangan 72 yildan buyon vatan uchun vatandan ayrilish arzusida Uyg'urlarning chet elga chiqish qadami hech bir zaman to'xtab qolmadi. Vatan uchun chet elga chiqadiganlar bilan yandash kishilik shaxsiy arzu, shaxsiy plan bilan chet elga chiqadiganlarmi ko'p sonliqni egallab keldi. Shaxsiy plan bilan chet elga chiqadiganlarni bir yonda qo'yib tursakmi, vatan uchun vatandan ayrilganlarning soni asos qilganda 72 yildan buyon vatan millatni qutqizish uchun Xitoyga qarshi harakat qilishda bayroqni saqlab qilish, tashkilotni saqlab qilish, nomni saqlab qilish qatorliq passiv holatdan vatan millatga foydali harakat qiladigan aktiv holatga o'talmay kelayotganligimizga ko'z yumalmaymiz. Chet elda bir nima deyli, bir nima qilayli, u faqat o'zimizning bir narsa da'vatganligimizni, bir narsa qilayotganligimizni ko'rsatishdan boshqa bir qadam ilgirlab vatan millatning taqdiriga o'zgarish ilib kelolmadi. Vatandagi ahvolimizga qarasaqla biz nimaga yarg'anligimizni ko'ra olamiz. 70 yil avval mustaqil jumhuriyatdan qolgan qurolliq muntizim milliy armiya shtabi bor edi. 60 yil avval Uyg'ur avtonom rayoni bor edi. 50 yil avval 75%lik Uyg'ur nüfusimiz bor edi. 40 yil avval diniy erkinlik, fikr erkinligi bor edi. 30 yil avval iqtisodiy kapital erkinligi, sanoat qurish, taraqqiy qilish erkinligi bor edi. 20 yil avval chet elga chiqish, o'qish, sayohat qilish, xalqaro savdo munosabat, ilmiy tadqiqot munosabat erkinligi bor edi. 10 yil avval to'rda fikr qilish erkinligi, yig'ilish, ijtimoiy tashkillanish, leksiya so'zlash erkinligi bor edi. Hozir hech nima qolmadi. Mushu 70 yil bo'yicha bizning chet elda qilganlarimiz, deganlarimiz mayli rost bo'lsin, mayli yolg'on bo'lsin, vatanda hech qanday o'zgarish paydo qila olmadi. 70 yil avval qiz yigitlarimiz milliy armiya sepida yelkisida qurol, yo'g'on chamdab, qanshirni tik tutib marshga dastlab mangan bo'lsa, bugungi qiz yigitlarimizning putturda ishkal, bo'yinlarda taqoq, qul bozorda setilmoqda. Chet elda qilganlarimizning, deganlarimizning vatan millatga zarrachilik foydasi bo'lgan bo'lsa, yildan yilga bataridan batarga qarab barbodlashmagan bo'ladi. Chet eldagi holimizcha 70 yil avval kala arabasida o'ltirib Qaysaridan Anqaraga kelib Xitoyning ustidan dard to'kkan bo'lsak, bugun aeroplanda o'ltirib Anqaradan Washingtonga berib dard to'kyapmiz. 70 yil avval 4 dardman choyxonada yig'ilib g'aybat qilishgan bo'lsa, bugun zamonaviy to'r taraqqiyotidan foydalanib qit'alar aro g'aybat qilish borliqqa keldi. Yig'ib aytganda chet elda qilganlarimizning vatandagi natijasini bir yonga qo'yib turib, mushu chet eldagi atalmish vatan uchun vatandan ayrilgan kishilarning qaysi holda ekanligini nazarga olganimizda, yana 70 yildan keyinmi vatan uchun qilni tavirtalmaydiganligimiz qo'yashdek inib ko'rinib turadi. Teriqdek chechilib ketgan bu razil holimizni o'ngshimay turib, vatan uchun teriqni izidan yo'tkayolmaydigan ojizligimiz bizni silkindirishi kerak. Biz tashabbus qilib o'ttirib qo'ygan Uyg'ur muhojirlar delegatsiyasi siyosiy birlik emas, tashkiliy ittifoqlikmi emas. Aksicha ijtimoiy o'mlik xarakterga ega tarqoqlikdan o'mlikka yuzlanish uchun chepilayotgan bir katman xolos. Bu delegatsiya vakil qatnashtirgan har bir tashkilotdan vakil bo'lib qatnashgan har bir yakka aktivlardan bir gavda hosil qilinadi. Her bir tashkilot ve her bir yakki faoliyatchi o'zining yalg'iz atlarini bu maydonga minib kirib, atlarni o'mlik chaptirdi. Yalg'iz atning chingi chiqmas. Bu delegatsiya atlar to'plashib chang chiqaradi. Hech kim, hech qaysi tashkilot o'zining atlaridan ayrilib qolmaydi. Faqat birlikda chaptirdigan keng dalaga at salgan bo'ladi. Shu maqsadda bu delegatsiyani barliqqa keltirmoqchi. Delegatsiyaning qurilmasidan tartib
xizmat programmasigacha ko'pchilik bilan birga tuzib chiqiladi va ayrim tonishtiriladi. Uyg'ur muhojirlar delegatsiyasi hech kim tarafidan, hech qanday tashkilot tarafidan monopol qilinmasligi, suiiste'mol qilinmasligi kerak. Shuningdek, hech qanday liderning nufuzi ostiga kirib qolmasligi, vatanning mustaqilligidan boshqa hech qanday ideya, iqlimlarning ta'siriga uchramasligi lozim. Uyg'uriston ozodlik tashkiloti 23 noyabr 2021 yili